U kunda Julaybibga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llaridan boshqa tobut yo'q edi. Julaybib degan bir sahobiy bo'lganlar. Juda ham kambag'al, ko'rimsiz, xunuk, ko'chada ham yosh bolalar, ayollar ko'rsa o'ynashib ketadigan odam bo'lganlar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishini yaxshi ko'rardilar. Va bir kun uylantirmoqchi bo'lib, sovchilikka boradilar. Ansorlardan birining uyiga. Qizingizga sovchi bo'lib keldim deydilar. Haligi odam xursand bo'lib ketib, bosh ustiga deydi. O'zimga emas, Julaybibga deydilar. Haligi odam Julaybib deb haligi hayron bo'ladi. Onasi bilan bir maslahat qiling bo'lmasa deydi. Onasiga kirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizingga sovchi bo'lib kelibdilar deydi. Haligi ayol xursand bo'lib ketib, bosh ustiga deydi. O'zlariga emas, Julaybibga deydilar. Julaybib deb haligi ayol ham Julaybibga beramanmi deydilar. Rad javobini beramiz deb turishsa, qizlari pardan orqasidan aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga rad qilasizlarmi deydilar. Beringlar mana deydilar. Umumiy olganda to'ylar bo'ladi. To'ydan keyin qisqa bir muddat o'tgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jangga chiqadilar. Julaybib ham birga chiqadi. Jang tugagandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga kimlarni yo'qotdinglar deydilar. Ular falonchilarni deb sanashadi. Qayta so'raydilar. Kimlarni yo'qotdinglar? Oxiri hech kim qolmadi Rasululloh deyishgandan keyin u kishi aytadilarki, men Julaybibni topa olmayapman deydilar. Qani odamlarning orasida bir ko'rimsiz, borligi ham yo'qligi ham bilinmaydigan odam bo'lganlar. Lekin Rasululloh uchun unaqa emas edi. Qidiringlar dedilar. Qidirishsa 7 kishini orasida topishadi Julaybibni. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishining jasadlarining ustiga kelib qarab turib aytadilarki, 7 kishini o'ldirdi va uni o'ldirishdi. Hada minni va ana minhu. U mendandir va men undanman. U mendandir va men undanman deb 3 marta aytadilar. Roviylardan biri roviy aytadiki, u kunda Julaybibga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llaridan boshqa tobut yo'q edi. Ya'ni Rasululloh o'z qo'llari bilan dafn qilganlar. Alloh taolo bizni ko'rinishimizga, boyligimizga, chiroyimizga qaramaydi. Alloh bizning qalbimizga qaraydi. Mana shunaqa edi Julaybibning qalbi. Radhiyallohu anhu.